Assalomu alaykum do'stlar, qadrli futbol ishqibozlari, YouTube kanalim obunachilari. Salomatmisizlar, charchamayapsizlarmi? Yana biz va yana videolar qilyapmiz. Bo'lmasdi. Video qilmasak bo'lmasdi. Juda ko'p voqealar bo'ldi. Kecha Superligamizda 6-tur o'yinlari yakunlandi. Eldor Shomurodovning goli ham ancha qiziq bo'ldi va totli nuqtasi U17 terma jamoamiz Osiyo chempioniga aylandi. Jahon chempionati yo'llanmasi bilan bir barakayiga Osiyo chempioniga aylandi. Mana shunaqa mavzular to'plangan va shularni yig'ib video qilishga qaror qildik. Mana shu mavzularga to'xtalamiz. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Keling do'stlar, dastavval U17 muzaffariyat haqida to'xtalsak, kecha Toifdagi finalda O'zbekiston U17 terma jamoasi Osiyo chempioniga aylandi. Mezbonlarni Saudiyani 2-0 hisobida taslim etgan holatda tarixiy natijani qayd etdi. Sababi 9 kishi bo'la turib, endi esa o'zimizni jonajon Superligamiz haqida to'xtalsak, kecha 6-tur o'yinlari davom ettirildi. Video avvalida yakunlandi deb yuboribman, to'g'rilab ketay. 6-turdagi natijalar: dastlab Xorazm Bunyodkordan ochko tortib oldi, 0-0. Qizilqum Qo'qon 1-0, Sho'rtang Mashal 0-1, Buxoro Nasaf 1-3, Neftchi Paxtakor 0-4. Mana shu dahshat bo'ldi. Shunga alohida to'xtalamiz. Andijon Dinamo 1-2. Bu yerda yana o'sha hakamlik mavzusi. Olmaliq Sug'diyoni 3-2. Va turni yakunlab beruvchi bahs Surxon Navbahor bugun bo'ladi 20:00 da. Surxon Jar stadionida o'yinni o'tkazadi, adashmasam. Va mana shu o'yinlarga keling batafsil to'xtalamiz va dastlab Neftchi hamda Paxtakor o'yiniga to'xtalsak. Farg'onada Neftchi sensatsion tarzda Paxtakorga yutqazdi. Paxtakorga yutqazgani sensatsiya deb qabul qilinmasligi mumkin, lekin hisobdagi mag'lubiyat rostdan ham alamli bo'ldi. 0-4. Umar Adhamzoda o'zini sobiq jamoasini jazoladi, dubl qayd etdi. 23 va 45+6-daqiqada, Riaskos 43-daqiqada gol urdi va Igor Sergeyev 45+1-daqiqada. Umuman olganda 4 tala gol ham birinchi taymda kiritildi. Bu shuni ko'rsatadiki, Neftchi birinchi taymda rasvo o'ynadi. Shuning uchun 4 ta gol o'tkazib yubordi. Ikkinchi taymda to'g'ri qo'shdi, o'zgarishlar qildi, boshqa bo'ldi, lekin o'yinni qutqarib qola olmadi. Dahshat natija va Paxtakor juda qiziq. Ikkala jamoa ham qaysidir ma'noda o'ziga o'xshamadi desak bo'ladi, chunki Paxtakor oxirgi o'yinlarda ochkolarni boy berayotgandi. Oxirgi marta Mashalni 5-0 hisobida yengandi. Endi u Mashal edi. Mashal Pro Ligadan chiqqan jamoa edi. Neftchi esa derbilarda to'g'ri qiyinchilik bilan natijalar qo'lga kiritib, g'alabalar, duranglar bilan kelayotgan, lekin Neftchi yutqazmayotgandi-da. Neftchi bir normal o'yin ko'rsatayotgan edi. Va hozir bu mag'lubiyatga asosiy sabab sifatida Neftchidagi mana bu murabbiy o'zgarishi deb aytishyapti. Murabbiyning yondashuvi umuman noto'g'ri bo'lgan. Shuning uchun Paxtakor g'alaba qozondi degan bir fikrlar bo'lyapti. Endi ko'ramiz, keyingi turlarda agar Neftchi natijalarni to'g'rilasa, balkim o'ziga kelib olar. Endi Bobur Arenadagi dramatik o'yinga to'xtalsak, Andijon o'z uyida Dinamoni qabul qildi va kutilganidek yaxshigina qarshilikka duch keldi. O'zi ikkala jamoa ham bir-biriga juda mos raqiblar va murosasiz o'yin bo'ldi. 1-2 hisobida imkoniyatni boy berdi. U yerda juda ko'p narsalar bo'lib ketdi va ayniqsa hakamlik mavzusi yana kun tartibiga chiqdi. O'yinni boshqargan hakam yomon ishlamayotgandi boshidan o'sha o'yinning o'rtalarigacha, lekin keyin bir voqealar bo'ldiki, unga bo'lgan e'tirozlar ko'payib ketdi. Ya'ni Andijonga berilmagan penaltidan boshlandi. U yerda muxlislar hakamga bosim qildi. Qanot hakamiga ayniqsa bosh hakam qolib qanot hakamiga zarar yetkazdi. Hakamning boshi yorildi va keyin 88-daqiqalar atrofida Andijon futbolchisi gol urgandi. Andijon futbolchisi gol urgan vaziyatda aynan o'sha qanot hakami o'sha golni bekor qildi. Ya'ni dastlab muxlislar hakamga ziyon yetkazdi va keyin hakam muxlislarga javoban golni bekor qildi. Ya'ni hakam va muxlislar o'rtasidagi raqobat bo'ldi. Lekin Dinamoni birinchi goli Ulug'bek Abdullayev dahshat gol urdi, pushka urdi. 0-0 bo'layotgan paytda mana shu gol haqq hurmati balkim Dinamo g'alabaga haqli deyishimiz mumkin. Ayniqsa o'yin oxirlarida ham mana shu futbolchi o'zini ko'rsatdi. Lekin boshqa tomondan teng kurashlar bo'lgandi. Durang ham bir tomondan adolatli edi. Va o'yindan keyin Vadim Abramov intervyusida
Bunaqa daqiqalarni cho'zilishi tabiiyki muxlislarga yoqmaydi deb hakamlikka e'tiroz bildirdi. Bu yerda professional yondashdi. Ming jamoasi g'alaba qozongan bo'lsa ham, aynan o'sha vaziyatda hakam agarda o'z vaqtida o'yinni to'xtatganida bunaqa natija bo'lmasdi. Ya'ni biru-birli o'yin edi. Xamikov esa o'yindan keyin bugun shunchaki raqibga omad kulib boqdi deb fikr bildirdi. Mana shunaqa dramatik, murosasiz, bahsli o'yinda Andijon o'z uyida 1-2 hisobida Dinamoga imkoniyatni boy berdi va tabiiyki qimmatli ochkolarni boy berdi. Dinamo esa yonma-yon kelayotganda Andijondan yuqoriladi. Mana turnir jadvalini ko'rishingiz mumkin. Olmaliq 1-o'rinda boryapti, 16 ochkosi bor, Nasafda 14, Bunyodkorda 12. Dinamo g'alabasidan so'ng 4-likka kirib oldi, 12 ochko to'pladi. Andijon esa 9 ochko bilan 5-o'rinda boryapti. Neftchi ochko yo'qotdi, 9 ochko 6-o'rinda. Navbahor bugun o'yinni o'tkazadi, jamoada 8 ochko bor. Xorazm esa durangdan so'ng Bunyodkordan ochko tortib olgandan keyin 8-o'rinda mustahkam joylashib oldi. Qizilqumda 7, Paxtakorda 6, Buxoroda 6, Qo'qon 1912 da 6, Mashalda 6, Sug'diyonada 4, Surxonda 3 va Sho'rtangda 1. Juda qiziq pastki pog'onalarda, ya'ni Sho'rtang-ku tushunarli. Pro ligadan endi chiqqan jamoa. Surxon va Sug'diyona hammani hayratlantiryapti. Bu jamoalarga bilmadim nimadir bo'lyapti. Demak do'stlar, videomiz mana shu nuqtada o'z yakuniga yetib bormoqda. Bu hafta mana shunaqa voqealarga boy bo'ldi va tabiiyki U17 terma jamoamizning g'alabasi albatta yoqimli bo'ldi. Bu bilan yigitlarni tabriklab qolamiz. Videoni agar shu joygacha kuzatgan bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'linglar.